Men Rajab va Lola Shermuhammedovna Samarqand shahridagi 48-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishlayman. Men o'z mehnat ish faoliyatimda yurtimiz kelajagi va ravnaqi uchun bolalarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy usullardan foydalanaman. Borildi. Bolajonlarimizning bu boradagi bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida bolajonlarimiz bilan didaktik o'yinlar olib borildi. Mening oliyjanob maqsadim har bir bolaga uning ehtiyoji va sharoitidan qat'iy nazar o'z qobiliyatini to'laqonli namoyon qilishi, jamiyatga o'z hissasini qo'shishi hamda ushbu jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanishiga imkoniyat yaratishdir.